Assalomu alaykum hammaga. Bugun tovuq go'shtidan chag'oqbeli taomini tayyorlaymiz. Juda ham mazali chiqadi. Hammaga birdek ta'mi yoqadigan bo'lib chiqadi. Buning uchun tovuq go'shtini xohlagan qismidan ishlatishingiz mumkin. Taomni tayyorlashdan oldin go'shtni ikki tomonini ham yaxshilab tuzlab olamiz. Tuz go'shtga singib mazali bo'lib chiqishi uchun. Mana go'shtni ikki tomonini ham tuzlab oldik. Endi 4 ta dona piyozni to'g'rab olamiz. Mana shunaqa qilib to'g'raymiz. Mana piyozlarni ham to'g'rab oldik. Endi 6-7 dona sarimsoq piyoz bo'laklarini ham maydalab to'g'rab olamiz. Mana sarimsoq piyozni to'g'rab oldik. Endi 1 dona qizil bulg'or qalampirini ham maydalab to'g'rab olamiz. Bulg'or qalampirini yashilidan ishlatsangiz ham bo'ladi. Farqi yo'q unchalik. Mana bulg'or qalampirini to'g'rab oldik. Endi 1 dona pomidorni ham xuddi shunaqa to'g'rab olamiz. Mana pomidorni ham to'g'rab oldik. Hamma masalliqlarimizni to'g'rab oldik. Endi qizib turgan qozonimizga 100 mg o'simlik yog'ini quyamiz va tuzlangan go'shtimizni ikki tomonini ham yaxshilab qizartirib qovurib olamiz. Mana go'shtni bir tomonini qizartirib qovurib oldik. Endi ikkinchi tomonini ham xuddi shunaqa qilib ozgina qizarib chiqqunicha qovurib olamiz. Mana ikkinchi tomonini ham ozroq